Mani spiralim bor. Intim gimnastika mashqlarini qilsam, qiyshayib yoki siljayib ketmaydimi, tushib qolmaydimi? Qarang-da, spiral mana bizani bachadonimizda joylashgan bo'ladi-da. Mana bu tuxum donlarimiz, bu sheykamizda. Biz intim gimnastika mashqlarini qilayotganimizda sheyka bilan ishlaymiz. Ya'ni bachadon tepada turadi, spiral bachadonning ichida joylashgan bo'ladi. Mashqlar yordamida spiralingiz hech qanaqa qimillab qolmaydi. Spiral qachonki qimillab qoladi, tushib qoladi, bu noto'g'ri yoki qo'pollik bilan yaqinlik qilganda, munosabatlarga kirishganingizda shunaqa holatlarda yo tushib qoladi yoki joydan siljib qoladi. Unga umuman intim gimnastika mashqlarini aloqasi yo'q. Bemalol xavotirga o'rin yo'q, bemalol mashqlarni qilsangiz bo'ladi. Bu videoni spiralim bor, intim gimnastika mashqlari mumkinmi deb o'ylanib yurgan tanishlaringizga yuborib qo'ying.